30 million so'mga bugun sizlar bilan do'stlar kompyuter yig'amiz. Nima o'yinga yig'ilayotganligini esa videoning oxirida bilib olasizlar. Xo'sh, ana endi sizlarni men kompyuter komponentlari bilan tanishtirib o'taman. Do'stlar, biz yig'ayotgan o'yinimiz uchun kompyuter juda ham yadri ko'p bo'lishi kerak. O'yin uchun yadri uncha muhim emas bo'lardi, lekin aynan shu o'yin uchun yadr soni juda ham muhim ekan. Va do'stlar, bizda hozirgi paytda eng yadri ko'p, eng kuchli igrovoy protsessor Ryzen 9 9950X da 16 yadr 32 potok, bir dunyo cache pamyati bor va shuni hisobiga do'stlar, hozirgi paytda eng top protsessorlardan biri hisoblanadi va bizning zborkamizga do'stlar bu eng ideal variant. Variantlarimiz bordi, 9950X da bordi, tем более narx arzonroq yoki Ultra 9 da yig'orish, bu variantda такой taksili, tем более bunaqa byudjetimizga. Yana bir muhim komponentimiz bu albatta do'stlar materinskiy platamiz va bu yerda bizga Gigabyte brendidan X870 Gaming X Wi-Fi 7 ni tanladik. Juda ham yaxshi variant zonasi, bu protsessorga bemalol yetib beradi. Hatto razgon qilaman desanglar ham do'stlar bu plata yetib ortib beradi. Operativ xotira do'stlar nastroykalari ham bu platada juda ham zo'r qilingan va hatto razgon qilish va nastroyka qilish imkoniyati keng va do'stlar eng muhim taraflardan bittasi narx va sifat bo'yicha hozirgi paytda bu eng yaxshi X870 platadan bo'ladi. Qimmatroqlarni ham olsa bo'lardi, lekin do'stlar ulardan hech qanaqa ma'no yo'q. Tем более do'stlar, bunaqa protsessor hatto siz o'rta darajadagi B850 plataga qo'ysangiz ham bo'ladi, ular ham ko'tarib berardi. Byudjetimiz bor, X870 bosib oldik. O'yinimizni ham hamma chiroyini ochib beradigan eng muhim komponentlarimizdan biri bu albatta video karta. Va do'stlar, bugungi video kartamiz bizda RTX 5070 MSI Gaming Trio исполненияsi. Nimaga bu modelni tanlaganimiz sababi do'stlar, birinchidan 5070 kerak edi, chunki biz yuqori grafikda o'ynamoqchimiz, DLSS hamma narsasi bilan. Tем более do'stlar, bu исполненияsi, охлажденияsi bo'yicha eng yaxshilardan bittasi, o'zini sinovoy diapazonida. Bundan zo'rlari ham bor, bundan pastroqlari ham bor, lekin do'stlar bu такой золотой середина hisoblanadi. Tем более arzonroq variantlari bordi, lekin 30-40 dollar aplata qilib birato'la shuni olib qo'yganingiz ancha yaxshiroq. Kompyuterimizning xotirasiga o'tamiz va operativ xotiradan boshlaydigan bo'lsak do'stlar, bu bizda Lexar RS botda 32 GB 216 dan 68 MHz va albatta C34 tayminglari bilan. Do'stlar, AMDda bunaqa skoroskda, bunaqa tayminglarda albatta yonmaydi normal holatda va shuning hisobiga biz operativ xotirani albatta nastroyka qilamiz. Narxi bir xil bo'lgani uchun albatta shuni oldik va do'stlar biz buni nastroyka qilamiz. Skoroskni 6400 ga tushirib va tayminglarni C32 qilib qo'yamiz va shuning hisobiga do'stlar bizda deletel 1:1 da mazza qilib ishlaydi. Sizda xotiraga keladigan bo'lsak, bu bizda do'stlar уже просто klassika bo'ldi va nechta zborkalarga qo'ydim va hammasini mazza qilib ishlatishyapti. Bu bizda do'stlar Kingston NV3 1 TB. Juda ham ko'p zborkalarga qo'yganman va nadежность jihatlama do'stlar juda ham yaxshi. Sizda Lexarlardan sal qimmatroq turadi, lekin do'stlar 5-6 dollar qo'shib daplat qilib mashina olib qo'yganingiz yaxshi, tем более skorost yaxshi, nadежность yaxshi va anchaga sizga xizmat qilib beradi. Tем более igrovoy kompyuter uchun do'stlar narx va sifat bo'yicha bu eng yaxshi SSDlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun do'stlar mashina olib qo'ydik. Va sizlarga ham do'stlar bitta zo'r life hack, agarda qaysisini tanlash bilmayapsiz, prosta shuni olib qo'ying. Notebookingizga ham, kompyuteringizga ham bemalol ketaveradi. Tем более uncha qizimaydi va skoroslari ham yaxshi. Protsessorimiz ham muzlatish uchun do'stlar biz Osipas brendidan vajini охлаждение tanladik. Bu bizda IOTA L36 Black bo'ladi va do'stlar bizda texnik zadaniyamiz bo'yicha buni qanday chiroyli akvarium qilib yuborishimiz, buni effektivniy va мощный sborka qilish bo'ldi. Va do'stlar, adekvat narxga biz mana shu vajini охлаждение tanladik, chunki bu yerda pompasi juda ham yaxshi, mana shu AMDlarga yaxshi tushadi va bizning protsessorimizni bu bemalol muzlatib beraveradi. Tем более do'stlar, buni ventilyatorlarni tixi nastroyka qilib qo'ysa bo'ladi va kompyuterda o'ynalayotgan paytda ham ortiqcha shovqinlar qilmaydi. Shuning uchun do'stlar, agar sizlar ham effektiv bo'lgan kompyuter yig'ayotgan bo'lsangiz va ortiqcha shovqinsiz do'stlar, mana shu vajini охлаждение sizlar ham olib qo'ysanglar bo'ladi. Va albatta kompyuterimizdan tok bilan ta'minlab turadigan blok batareyamizni Deepcool brendidan уже Game Store bo'lishda rebranding qilib PQ850G. Nega bu aynan shu blok batareyani tanlaganim do'stlar? Buning esa sabablari bor, chunki bu yangi avlod blok batareya hisoblanadi. Oxirgi video kartalar podдержкасы bor va 80+ Gold sertifikatdan tashqari bunda kibernetik sertifikatlari ham bor. То есть охлажденияsi yaxshi, то есть zona питанияsi va sxema texnika juda ham yaxshi darajada qilingan va bunaqa blok batareyani olib qo'ysangiz, xavotir olmasangiz bo'ladi. Kompyuteringiz ancha yil sizga bemalol xizmat qilib beradi. Tем более do'stlar, bu yangilangan reviziyasi bo'lgani hisobiga bunda kabellar chiroyli uploadga chiqadi va komplektida tarovchalari ham bor. Чтобы kabel management qilayotgan paytimizda chiroyli, akkuratniy, такой customli kabellar qilib qo'yish uchun. Va do'stlar, o'zi narxiga bu hozirgi paytda bozorda eng yaxshi blok
Quyidagilar. Va mana shu ajoyib bo'lgan sborkamizdan biz Osipasdan yangi chiqqan Delta C70 RGB кейsiga yig'amiz. Do'stlar, qimmat bo'lmagan keys, tем более airflow, ya'ni havo aylanish sirkulyatsiyasi juda ham yaxshi va bizning konfiguratsiyamizga u просто ideal variant. Qanaqadir akvarium o'tirish shart emas, yoki juda ham katta qanaqadir full tower keyslar ham kerak emas bunaqa sborkaga, просто такой chiroyli, akkuratniy va o'rta byudjetli yaxshi keys. Menga o'zimga eng yoqqan tomoni do'stlar, perforatsiyasi juda ham ko'p, to есть svejiy havo olishga sharoit bor va tepasiga 360 talik vaznlar ketsa, hamda tagiga ham qo'shimcha 3 ta yana ventilyator qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, video karta yanada muzdayroq ishlash uchun. Xo'sh do'stlar, kompyuter komponentlari bilan sizlarni tanishtirib o'tdim va ana endi kompyuter yig'ish jarayoniga o'tamiz. Asosiy qismini ham do'stlar tugatib ham oldik, ya'ni Matinskiy platani keysga joyladik va oldi panel simlarini hammasini ulab chiqdik. Ana endi do'stlar shunchaki blok питания, водяное охлаждение va videokartani o'rnatsak bo'ldi. Matadora, matadora, teu jogo sujo não me controla. Matadora, matadora, tu é veneno que me devora. Xo'sh do'stlar, bu monster bo'lgan kompyuterimiz BMG Drive o'yini uchun yig'ildi va nimaga bunaqa o'yin uchun bunaqa seriyosni kompyuterni so'rasanglar, chunki do'stlar, agarda bu yerda moshina sonlarini, sonini juda ham ko'paytirsa, do'stlar, yadro juda ham katta protsessor kerak bo'lar ekan va bunaqa holatda esa hatto Ryzen 7 9800X da ham mazasi qochadi. Mana do'stlar, o'zingizlar ham ko'rdinglar shu 30 millionlik kompyuterimiz nimalarga qodirligini va do'stlar, tashqi ko'rinish jihatlama ham menimcha stilli kompyuter bo'ldi. Va do'stlar, agarda sizlarga ham mana shunaqa kompyuterlar yig'ish kerak bo'lsa, eng chiroyli narxda yoki kompyuter yig'ish bo'yicha konsultatsiya olgis kelsa, albatta o'zimga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Kontaktlarni do'stlar videoni apsayasida qoldirib ketdim. Albatta shu videoga like va podpiska bosib qo'yinglar, chunki keyingi videolar undan ham dahshatroq chiqadi.